Juda ko'pchilikga kerak bo'lib qolishi mumkin, qaranglar, e'tibor beringlar-da. Mana konditsionerni orqasiga taxtacha qo'yib qo'ydik, a? Buni nima sababdan qo'ydik? Mana siniqda ko'ryapsizlarmi? Konditsionerning boltlarini yulib olgan. Bu nima sababdan bo'lgan? Buni sababi yo'lda ketishlaringizda qish kunida laboyga qaratib pechkan yoqib qo'ysanglar, avtomatik trekker avtomobillarida konditsioner qo'shiladi. Agar bu baland оборотda qo'shilib qolsa, xuddi shunaqa holat. Konditsionerda сопротивлениyaga chidolmasdan boltlarini yulib, remellarni chiqarib yo'lda qoldiradi. Bu to'g'alarimiz ham yo'lda qolganlar bir nimalar qilib, taklariga taxtachalar qo'yib berib, singan boltchalarni yechib olib, boricha ildirib, qisib berdik manzillariga yetib olguncha. Bu videoni olishimizdan maqsadim sizlar ham eng yaqin ustaxonaga borib, qish kunida iloji boricha konditsionerni uzdirib qo'yinglar yoki laboga yoqayotgan vaqtlaringiz оборот juda ham past bo'lishi kerak. Bo'lmasa konditsionerni kompressorni o'rnidan yulib olib, noxush holatlarga olib keladi. Gittin günden beri yad eder sözler.